Hikmat aka, pul bering. Uf, yana nima uchun beri? Yangi yil kelyapti. Uyga ro'zg'orlar kerak. Aliviya qilardik, yegani bo'lar ermak. Mandarinu xalabes. Pul bering-da endi tez. Ro'zg'orimiz zo'r bo'lsa, bo'lasiz siz malades. Qor bobo ham keladi. Yangi yil zo'r bo'ladi. Qor qizam keladimi? Keladi-da, albatta. Qilar bizni hayratda. Sovg'a salomi ham bor, pulingiz turibdi qatta. Qor bobo kelsin mayli, sovg'asin bersin mayli, lekin qor qiz bilan alohida bo'lamiz Majnun Layli. Qor qiz chiroyli bo'lsa, ob qolamiz uyda ham, supur-sidir ishlarga yordam berar senga ham. Faqat noto'g'ri tushunma, niyatim yaxshi meni, qiynalmagin uyda deb o'yladim-da men seni. Yangi yil qurib ketsin. Yomon mashiniksiz siz. Paytdan foydalanib, qor qizga ko'z qisasiz. Endi yangi yil kelsa, qor qiz o'zim bo'laman. Pulingizam kerak emas. Ro'zg'or o'zim olaman. Ana, qutuldim. Bo'larkani. Mashina g'alati. Vashya g'alati borib bas.